Assalomu alaykum. Yangi qo'shilayotganlarga yana bir bor xayrli kech. Bugungi efirimiz erkak va ayol mavzusida. Ularni tabiati, o'ziga xosligi, a, umuman mana shu mavzuga bog'liq juda ko'p narsalarni gaplashamiz. Xullas, chatimizni boshladik. Bu efir Instagramda bo'lgandi, lekin сохранить bo'lmay qolgandi. Shu sababdan Telegramda qaytadan o'tilyapti va bu yerda turmushga chiqish kursi bo'yicha ham ma'lumot berib ketaman, chatni o'rtalarida. Va demak, savollarga agar ulgursak, ba'zi savollarga javob beraman, mavzuga aloqador bo'lgan. Hozir boshlanishiga ba'zi shunaqa narsani oldindan ogohlantirib qo'yishim kerak. Qaysidir ma'noda bitta haqiqatni sizlarga ochib berishim kerak, tushunib olishinglar uchun. Chunki bu bekorga bunaqa demayapman, buni ham tushuntiraman hozir. Bu nimaga kerak bizga? Qaranglar, psixologlar ko'p hozirgi kunda va bundan tashqari ham umuman o'sha ilm odamlarni ongini rivojlantirishga yordamlashayotgan, dunyoqarashini kengaytirishga, fikrlashini kengaytirishga yordamlashayotgan insonlar ko'paygan. Hozirgi kunda bu yaxshi va hamma har xil holatda, har xil pozitsiyani ushlagan holatda gapiradi. Ya'ni, misol uchun, qaysidir psixolog chiqadida, erkaklar haqida qanaqadir so'z aytadi, misol uchun. Va erkaklar haqida gapirganda u ayol a, roli tarafdan turadida, o'zini pozitsiyasini ushlab, o'zini pozitsiyasi orqali erkaklarga gapirgani bois, keyin ayollar uni qo'llab-quvvatlaydida, erkaklar unga nisbatan kurash hissida bo'ladi. Erkaklar kurashib ketadi keyin. U psixolog yoki o'sha qaysi a, ilmni berishga mas'ul inson bo'lsa ham. Va naborot bo'lishi mumkin. Ya'ni erkak kishini qo'llab-quvvatlab, erkak kishini pozitsiyasi tomonidan tushuntirib berishga harakat qilsa, bu joyda erkaklarda o'sha nima deydi, qo'llab-quvvatlab erkaklar yaxshi tushunib, yaxshi qabul qilishadi, lekin ayollarda kurash paydo bo'ladi, ayollar kurashib ketadi. Shuning uchun bu aslida psixologlar o'ziga shunaqa tema tanlab olgan, ya'ni hamma shunaqa qiladi. Kimdir faqat ayollarni tomonini olib chiqadi. Kimdir faqat erkaklarni tomonini olib chiqadi. Ya'ni pozitsiya tanlab oladi. Erkak ayolligidan qat'iy nazar. Va siz o'ylaysizki, o'sha joyda ha, shu to'g'ri aytilyapti, va mani erim xuddi shunaqa qilishi kerak ekan, u menga shunaqa qilmayapti, demak bu noto'g'ri va siz keyin o'sha psixologga eringizga yuborasiz, eringizni g'ashi keladi, o'rtanglarda kurash kelib, urush janjal kelib chiqadi. Shuning uchun, siz qaysi pozitsiyada uni o'sha qaysi psixolog eshitib gapini qabul qilayotgan bo'lsangiz, u aynan sizga kelgan u ma'lumot. Eringizga emas yoki erkak kishi siz eshitayotgan bo'lsangiz, siz ayolingizga uni eshittirib, "Mana sanga" deb eshittirishingiz kerak emas. U siz uchun kelgan. Ayolingiz uchun alohida o'zi uchun keladi. Hamma narsa, o'sha o'z o'rnida ishlaydi va aksiya turish qonunida ishlaydi. Odam rivojlansa, atrofidagilari ham rivojlanadi. Ya'ni er rivojlansa, ayol ham rivojlanadi. Ayol rivojlansa, xotin kishi rivojlansa, eri ham rivojlanadi. Bir-biriga bog'liq bular chunki hammasi. Shuning uchun, kurashga berilib ketmasdan, har qanday gap mana shunaqa dedilar, shunaqa to'g'ri ekan, shunaqa narsalar qilmanglar. Kerak emas. O'zingiz uchun tushuning, shunchaki. O'zingizni dunyoqarashingizni kengaytirish uchun oling bilimni. Kimgadir qurol qilib ishlatish uchun emas. Shuni aytib o'tib ketmoqchi edim. Chunki nimaga aytyapman? Kimlardir yozgan, direktga yozgan, administratorga yozgan, erkaklar haqida ham gapirsinlar yoki ayollarga ham aql o'rgatinglar ozgina. Mana shunaqa gaplar bo'lgan. Biz hech kimga hech narsa o'rgatmaymiz. Biz faqat o'sha borini gapiramiz. Haqiqatni ochib beramiz. Qolgani tanlash odamni o'zini qo'lida. Hech kim hayotda birovga maslahat
berolmaydi aslida. Ya'ni endi psixolog deb qaramasak, odam bilan qarasak, hech kim birovga, maslahat beradigan darajada, idealmas. Ili uni bergan ideal holatda yashasa ham, uni bergan maslahati kimgadir to'g'ri kelmasligi mumkin. Chunki hammamiz har xil hayotni boshimizdan kechiramiz. Faqat kimni gapini qabul qilolsangiz, o'sha fikrlashlari, o'sha dunyoqarashi sizga to'g'ri kelsa, aytgan gapi sizga ma'qul kelsa, o'shanda qabul qilib hayotingizda qo'llab ko'rsangiz bo'ladi. Boshqalarni majburlamaslik kerak. O'zingizni ham majburlamang. Xo'p, ya'ni bu chatdan keyin hech qaysi oilada urush janjal kelib chiqmasin. Endi darsni boshlaymiz. Men prosta dars deyapman, aslida suhbatlashish desak ham bo'ladi, konferensiya. Biz siz bilan, hozirgi kunda umuman har doim bir matritsani ichida yashaymiz. Ya'ni taqdir tizimi. Bir qanaqadir bir tizimni ichida yashaymiz. Ya'ni sistema. Va bu sistemani, har bir odamga, qo'yilgan o'z roli bor. Ya'ni teatrda aktyorlar rol o'ynaydi-ku. Xuddi shunaqa har bir insonda rollar qo'yilgan. Har bir inson, misol uchun qanaqa rol? Bu rol qayerdan kelib chiqqan misol uchun? Har bir odamga, o'sha mana shu yer sayyorasi yaratilganda deymizmi, o'sha qachon nima bo'lgan bo'lsa, odam atoma maho misol uchun shundan keyin tarqalgan desak. Odamlar ko'paygan sari, borgan sari rivojlanish bo'lavergani hisobiga evolyutsiya, ya'ni evolyutsiya jarayonidan keyin, rollar ko'payishni boshlagan, ko'payib ketgan. İlk rol, sevgi bo'lgan bo'lsa, o'sha erkakni, ayolga nisbatan juftiga bo'lgan, sevgisi bo'lgan bo'lsa, undan keyingi rollar o'sha farzand kelgandan keyin u ona bo'lishiga to'g'ri kelgan, a, jufti esa ota bo'lishiga to'g'ri kelgan, ya'ni rollari ko'paygan. Misol uchun o'sha, farzandi tug'ilgandan keyin birinchi mana sevimli yor bo'lgan, keyin rafiqa roli. Rafiqa demaymiz, u paytda rafiqaligi ham bo'lmagan. Ona roli. Sevimli yor va keyin ona roli kelib chiqyapti. Erkakda ham xuddi shunday. Sevimli yor va ota roli. Ikkita rolga ko'paydi deylik. Ikkita rolga ko'paydimi, undan keyin, yana ham ko'paygan. Ya'ni farzandlarni farzandi, bobosi bo'ladi va keyin nimadir, nimadir ishlar bilan shug'ullanishga borib evolyutsiya natijasida rollarimiz ko'payib ketdi bizni hayotda. Diaz, Diaz. Ko'pda o'ynamay tur iltimos, mani diqqatim bo'lding. Rollarimiz ko'payib ketgani hisobiga, hozirgi paytda masalan, ayol kishiga qaraydigan bo'lsak, bitta ayolda judayam ko'plab rol bor, bo'ynida mas'uliyati bor. Erkak kishida ham xuddi shunday. Va o'sha rollarni o'z maromida o'ynolmayotgani hisobiga, ko'plab konfliktlar kelib chiqyapti. Chunki, nimaga mana qaranglar. Ayol kishi hozirgi kunda zamonaviy ayol deylik yoki hozirgi holatimiz evolyutsiya deb hisoblasak, hozirgi paytda bizda qancha rol bor bo'ynimizda? Biz, ham onamiz, ya'ni biz bo'ynimizda farzandimiz bor bo'lsa, bizni ona rolimiz bor. Agar hali turmushga chiqmagan bo'lsangiz, hali sizga bu rol berilmagan. Farzandli bo'lganingizdan keyin bo'yningizga bu rol, tushadi. Ya'ni sizga yana bitta qo'shimcha rol beriladi. Man endi, o'sha rolda ko'proq roli bor, insonlarni aytaman. Ya'ni ona roli bor bo'yningizda. Siz ham onasiz, onalik rolini ijro etasiz. Agar turmush o'rtog'ingiz bor bo'lsa, siz rafiqasiz, rafiqalik rolingizni o'ynaysiz. Agar siz biror joyda ishlasangiz, o'sha ish joyingizdan, kelib chiqqan holatda sizni rolingiz bor. Misol uchun, sekretar yoki, oshpaz yoki,
a, sotuvchi, yoki yana nima rollar bor? Xullas, judayam ko'plab, rollar stilist misol uchun rollar kelib chiqaveradi va, a, deylik bunga qo'shimcha mana hayotimizda nechta rol bo'lsa, o'sha rol, a, sizga ham bo'yningizga tushadi. Misol uchun, a, qanday qo'pol qilmasdan aytsam bu so'zni? Так. Xullas, prostitutkalarda, prostitutkalarni roli ham ayol kishini hozirgi kunda bo'ynidagi roli hisoblanadi. Siz xohlaysizmi, yo'qmi, o'sha ma'shuqalik roli sizniyam bo'yningizda bor. O'shani qabul qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni buni keyin alohida to'xtalaman bu joyiga. Xuddi shunday erkak kishiniyam xuddi shunaqa o'ziga yarasha obrazlari, rollari bor. Ya'ni erkak ham ota, ham, o'sha juft er, ya'ni er roli bor uni bo'ynida. A, qanaqa ishda ishlasa, masalan, biznesmen yoki ofitsiant yoki taksist, xullas, farqi yo'q. Erkak kishini ham shunaqa bir qancha rollari bor bo'ynida. Hamma, bizni shunaqa rolimiz shunaqa ko'payib ketdiki hozirgi kunga, xuddi anavi rastada, masalan, qo'g'irchoqlar, har xil qo'g'irchoqlar turibdi. Xuddi shunaqa, a, ular qanchalik turli-tuman bo'lsa, u qo'g'irchoqlar. Siz bittasini olib o'ynagingiz kelsa, yana ikkinchisini olib o'ynagingiz kelsa, masalan, kichkina qizcha. Hayot ham xuddi shunaqa bo'lib ketdi. Rollar turli-tuman bo'lib ketdi va bu asosiy rollarni, a, odam o'zini bo'yniga olib, "Yo'q, men bunaqa qilmayman" yoki "Bu noto'g'ri" demasdan, kerakli rollarni olib, ularni maromiga yetkazib o'ynashi kerak bu hayotda. Nimaga men rol o'ynarkanman? Men rol o'ynamayman, men ikkiyuzlamachi emasman deydigan odamlar yoki ayollar agar oramizga chiqib kelib qolayotgan bo'lsa, siz, xohlaysizmi, yo'qmi, rol o'ynaysiz odamlar oldida. Har doim biz rol o'ynaymiz. Har doim. Nimaga? Qaranglar, rol o'ynamaslik nima degani o'zi? Man o'zimdaman, man, a, o'z a, o'z holatimdaman deyishingiz mumkin. Mani borim shu, mani maskalarim yo'q yoki shunga o'xshash so'zlarni aytishi mumkin kimdir. Unaqa odamni o'zi yo'q. Jamiyatga qo'shildingizmi, qaysidir odam bilan kontaktga kirdingizmi, siz xohlaysizmi, yo'qmi, siz o'zingizga, bir rolingizni kiyasiz, ustingizga bir qavat o'sha kiyimingizni kiyasiz. Nimaga? Siz qachon rol o'ynamasligingiz mumkin? Qachon qilinmaydi rol? Qachonki siz hech kim bilan gaplashmasangiz. Mana bo'ladi-ku shunaqa paytlar, hech kim masalan, uxlashdan oldin kechqurun uxlashga yotasiz. Kun bo'yi nimadir ish qildingiz yoki ish ham qilmadingiz, farqi yo'q. Hayotingizni o'tkazdingiz bir kunlik va uxlashga yotdingiz, joyingizga yotdingiz. Nechida bo'lsa ham. O'sha joyingizga yotgan paytingiz nima hissiyot qilasiz? O'sha ko'pchiliginglarchi o'sha yashaginglar kelmaydi, hayotga qiziqishinglar qolmaydi, bir xil o'lgisi kelib qoladi. Nimaga? Chunki yotganingizdan keyin bo'ldi, siz o'zingizga aylanasiz, o'zingizga qaytasiz. Matritsadan uzilasiz. Hech kim chunki sizni hech kim peshonangizda sizga qarab turmaydi. Siz hech kimga qaramaysiz, rol o'ynamaysiz, gapirmaysiz. Hech kim sizni kuzatmayapti ham. Qorong'i svet o'chgan yotibsiz uxlashga misol uchun. Mana shu paytda siz roldan ozod bo'lasiz. Har qanday roldan ozodsiz. Hech qanaqa rol o'ynamayotgan bo'lasiz. Yoningizda hech kim yo'q bo'lsa, bir o'zingiz bo'lsangiz, a, yoki, hamma uxlagan bo'lsa, bir o'zingiz qolgan bo'lsangiz farqi yo'q. Mana shu paytda siz rol o'ynamayotgan bo'lasiz, siz o'zingizda bo'lasiz. O'zimizda bo'lish shunaqa bo'ladi. Hattoki gapirmaymiz ham, ichimizda o'zimiz bilan gaplashamiz. Mana shu holat odam o'z holati, asl holati, rol o'ynamayotgan holati hisoblanadi. Shuning uchun, mana ruhiyat bilan ishlaydigan, holatlarda shunaqa narsalar, tavsiyalar qo'yilgan. Ya'ni namoz o'qish yoki meditatsiya qilish yoki o'sha sukunat, vipassana, jimjitlik praktikalarini qilish. Bu odamni o'ziga qaytaradi.
Matritsadagi rollaridan xalos qilib, odam o'ziga qaytarib beradi. Shu praktikalar qilinganda. Chunki hech kim bilan gaplashmaysiz, o'zingizda bo'lasiz. Hech kimga hech narsani isbotlashingiz ham shart emas, hech narsani bo'lishishingiz ham shart emas. Qolgan paytda har doim rol o'ynaymiz. Mana masalan, hozir mana sizlarga psixolog obraziga kirib, psixolog bo'lib rol o'ynab, o'sha bilimlarim bilan bo'lishyapman. Hammamiz xuddi shunaqa. Shuning uchun buni, tabiiy qabul qilishimiz kerak va o'z rollarimizni bilib olishimiz kerak. Bizni qanaqa rollarimiz bor hayotda. O'sha rollarimizni aniqlab, maromiga yetkazib o'ynashni boshlashimiz kerak. Bu narsani, masalan, man yaqinda "Barbi" filmiga kirgandim ko'rishga. Endi premyeralari bo'lib o'tganiga ancha bo'ldi, vaqtim bo'lmadi. A, yaqinda vaqtim bo'ldi va man shu kinoga tushdim. Shu kinoda shunaqangi zo'r ko'rsatib berilgan bu narsa, hozir sizlarga aytayotgan gaplarim. Man kinoni boshidan ko'rganimdan, a, judayam kuchli anglashlar keldi menga. Shuning uchun, hammanglarga man tavsiya qilgan bo'lardim bu filmni ko'rishni. Hattoki erkaklar ham, ayollar ham. Ko'proq ayollar ko'rgani foydali bo'ladi. Shu kinoni ko'ringlar. To'g'ri, judayam trendga chiqdi. Masalan, qo'g'irchoq haqida bu qizchalarni kinosi yoki подростковый bolalarni kinosi deyish mumkin. Unaqa emas, judayam kuchli ma'noli kino ishlangan. A, ko'rsanglar tushunasizlar xullas. Ko'ringlar, shunday, g'ij-g'ij ma'no. Judayam kuchli ishlangan. Endi kuchli deb juda, bo'rttirib yubormayman. Xullas, ma'nosi bor. Ko'p narsani tushunasiz, agar tushunib ko'rsangiz. Chunki har xil maqsadda ko'radi-da odam. Kimdir, prosta dam olish uchun ko'radi filmni, kimdir nimanidir tushunish uchun ko'radi. Mana, tushunishni maqsad qilib ko'ringlar. Xullas, o'sha filmda bosh qismida ko'rsatiladi, a, ya'ni kichkina qizaloqlar qo'g'irchoq o'ynab o'tirgani. Hozir biz siz bilan o'sha oldingi davrga qaytamiz. Eslanglar, qizlar eshitayotgan bo'lsa, qachonlardir biz qo'g'irchoq o'ynaganimizda, masalan, man eslayman, qo'g'irchoq o'ynashni boshlagan paytim Barbie qo'g'irchog'i yo'q edi. Barbie qo'g'irchog'i yo'q edi, keyin chiqdi va o'sha biz qo'g'irchoq o'ynayotgan paytimiz o'sha SSR qo'g'irchoqlari bo'lardi. Katta-katta, kichkina qizchalar. Ko'zchalari yopilib ochiladigan kiprikchalari bor, qo'g'irchoqchalar. Ya'ni biz uni o'ynayotganda xuddi bolamizdek, qizimizdek o'ynardik uni. Ona bo'lib, uni kiyimini almashtirib, ovqat, suvini ichirib, sochchalarini tarab, ya'ni biz ona rolida bo'lib, bolamizni o'ynardik. Filmda mana shu narsa ko'rsatib berilgan. Ya'ni boshida Barbie yo'q payti, bu qo'g'irchoq yo'q payti hamma qizaloqlar ona bo'lib yetishgandi. SSR paytdan keyingi avlodlar hamma ayollar ona rolida katta bo'lgan. Chunki ular kichkinaligidan qo'g'irchog'ini bolasi bilan, a, ona-bola pozitsiyasida bo'lib, hm, katta bo'lgan qo'g'irchog'i bilan o'ynab. Tushunyapsizlarmi? Hozir Dias, iltimos sendan xalaqit beryapsan menga. Boshqa xonaga chiqib turgin. Hm. Xullas, ona-bola rolida bo'lganmiz. Hammamiz xuddi bolamizni katta qilganmizda o'ynab. Kolyaskachalari bo'lardi. Shu xullas, bolangiz qanaqa qaragan bo'lsangiz, ona bolasiga qanaqa qaragan bo'lsa, xuddi shunaqa qaraganmiz. Eslayapsizlar o'zinglarni. Endi hozirgi yangi avlod, tushunmasligi mumkin. Prosta, tushunadiganlar shu kommentariyalarda yozinglar fikringlarni. Va biz, o'shaning uchun o'sha paytda katta bo'lgan, ulg'aygan qizlar, ko'proq ona bo'lib ulg'aygan ular. Onalik instinkti bilan uyg'ongan. Katta bo'lgan, ulg'aygan. Bolam juda chalg'ityapti-da o'zi mani. To'g'ri tushunasizlar. Va
Mehr, shunga o'xshash tuyg'ular bo'lgan o'sha paytdagi qizlarda ko'proq. Qayg'urish, xullas ona bo'lib katta bo'lgan. Keyin borib qo'g'irchoqlar shakli o'zgardi, ya'ni Barbi kirib keldi biz hayotimizga. Mana shu filmda o'sha narsa ko'rsatilgan. Va qizaloqlar, aaa, xullas, bunt ko'taradi. Qo'g'irchoqlarni o'ynamayman deydi. "Man уже ona bo'lmayman. Man mana shu Barbini o'ynamoqchiman" deydi. Kinoda aytilibdi. Haqiqatan hayotda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Man o'zimniyam eslayman. Endi Barbilar chiqqanda mani qo'shnilarim, o'sha qizchalar, kichkina qizchalar Barbi qo'g'irchoqlarini olib kelgan, manda yo'q edi. Man janjal qilganman. Manga o'sha katta qo'g'irchoq olib berishsa ham, "Yo'q, man Barbi o'ynayman, manga Barbi kerak" deb janjal qilganman. Haqiqatdan shunaqa bo'lgan. Barbi kirib kelgandan keyin hayotimizga biz, qizchalar onalik rolidan chiqqanmiz, ona bo'lishdan. Biz уже qo'g'irchoqlarimiz biz uchun zerikarli bo'lib qolgan o'sha bola sifatida ona bo'lib o'ynash. Qo'g'irchoqlarni tashlaganmiz. Bolachalar bunt ko'tarib qizchalar. Aaa, keyin, Barbiga o'tganmiz. Ya'ni Barbida bilasizlar, siz 5 yosh kichkina 6 yosh qizchamiz farqi yo'q. Barbini oldingizmi, qo'lingizga o'ynashni boshladingizmi, Barbida уже katta ayolli silueti mavjud. Ya'ni hamma joylari уже, rivojlangan, o'sha figuralari bor, ayolni o'ynaysiz siz qo'g'irchog'i o'ynayotganingizda. Ya'ni nima protsess ketadi bolakaylarni ongida? Qizaloqlarni. 5 yosh qizcha o'sha figurali, ayolni qo'g'irchoq sifatida o'ynayapti. Nima protsess ketadi deb o'ylaysiz miyasida? Yozinglar-da kommentariyaga. Bunday fikr almashib gaplashaylik. Juda o'zim berilib ketib qolibman o'zim gapiraverib. Yozinglar shu savolimga javob. Nima protsess ketadi? Kichkina qizcha, 5-6 yosh qizcha, hali unda o'sha jinsiy a'zolar, boshqa narsalar shakllanmagan, o'smagan, hech joyi figurasi yo'q, lekin figurali ayolni qo'g'irchoq obrazida qo'lida ushlab turib o'ynayapti. Ruhiyatida nima jarayon ketadi? Uni qo'lida уже kichkina qizcha, chaqaloqchalik o'yinchoq emasda. Go'zal ayol yoki qiz bo'lishga harakat qiladi. To'ppa-to'g'ri. Dilnoza to'ppa-to'g'ri. O'zini kattadek his qiladi. Gulnoza Tayirqulova o'sha Barbiga o'xshashga harakat qiladi. To'ppa-to'g'ri. Masalan, shaxsan mani o'zimda shu protsess ketgan. Menga keyinchalik janjal qilib yig'laganimdan keyin menga ham Barbi olib berishgan. Men keyin xuddi o'sha Barbiga o'xshab mana kablukli tuflichalari bo'ladimi? Deylik, necha yosh bo'lsam, onamni shkafdan o'sha kabluk tuflilarni qidirib topib kiyib yurardim o'shani. Уже, protsess ketgan ayollikka, onalikdan chiqib ketganman уже o'sha paytda o'zida. Protsess tezroq katta bo'lishga harakat qilganman. Hamma qizchalarda xuddi shu protsess ketgan. Onalik pozitsiyasidan chiqqan ular. Ular уже, o'zini qo'g'irchoqda ko'rib ulg'ayishni boshlagan. Chunki, bolaligida o'ynayotgan o'yinchog'i, har qanday bolaning o'ynayotgan o'yinchog'i uni ulg'ayganida qanaqa holatda bo'lishiga ta'siri bor. Men buni yomon demayman, Barbie o'ynash yomon demayman. Просто demoqchiman o'sha, aaa, e'tibor beringlar o'sha qizcha mana qo'g'irchoq, bolakay qo'g'irchoq o'ynagan, kolyaskachalarda o'ynagan qizchalar onadek boshqacha mehr bilan, boshqacha katta bo'lishgan. Hozirgi kunda ham. Mehr, shunga o'xshash hissiyotlar bor. Shu qo'g'irchog'i ko'rganlar o'zida. Aaa, bu endi buni biz evolyutsiyani hech qachon atmay qilolmaymiz. Balkim bu noto'g'ri bo'lgan deyishimiz mumkin. Qo'g'irchoq bunaqa o'ynash balkim to'g'ri, farqi yo'q. Buni to'g'ri-noto'g'riga hech narsani hayotda to'g'ri-noto'g'riga ajratib bo'lmaydi. Aqlimiz yetmaydi. Biz oxirigacha kovlab borsak ham baribir hamma narsa to'g'ri bo'lib chiqaveradi.
Shuning uchun evolyutsiya natijasida, bu narsa shu holatga keldimi, ya'ni qizlar kichkina mana shu Barbi qo'g'irchoqlarda o'zini ko'rib katta bo'ldimi, ular o'zini sevishni o'rgandi, chiroyli kiyinishni o'rgandi, shu qo'g'irchoqlar orqali shakllanishni boshladi. O'zidagi ayollik shakllantirishni boshladi va, bizda rol yana bittaga ko'paydi keyin. Ya'ni, shu go'zal, chiroyli kim shunaqa go'zal, chiroyli, har doim figurasi, yaxshi holatda, xullas idealniy holatda yuradiganlar kim? Xohlagan kiyimini kiyib. Mentalitet tomonidan qarasak, to'g'ri, hozirgi paytda hamma уже zamonga moslashgan, hamma xuddi o'shanaqa holatda yura olyapti. Lekin bu protsess boshlangan paytda faqat prostitutkalar deymizmi, ma'shuqalar shunaqa holatda bo'lgan. Ular ko'proq shu narsaga urg'u bergan va shu sababdan bizaga shunaqa yana bitta rol qo'shilganki, ayollarga ma'shuqalik roli qo'shilgan. Ya'ni prostitutkalik roli. Hamma rollaringizga qo'shimcha добавка. Yana bitta rol sizda bu. Siz xohlaysizmi, yo'qmi, bu rol sizda bor. Xohlasangiz qabul qiling, xohlamasangiz qabul qilmang. Qabul qilsangiz nima bo'ladi, qabul qilmasangiz nima bo'ladi? Buni ham hozir tushuntiraman. Va bu rol sizda bormi? Siz ham rolingizni me'yorda ijro etyapsizmi? Deylik, onalik rolingizni bajaryapsiz, rafiqalik rolingizni bajaryapsiz. O'sha ishda, masalan, hech joyda ishlamasangiz ham sizda qanaqa rol bor? Uy bekasi degan rolingiz bor. Tushunyapsizmi? Hech joyda ishlamasangiz ham sizda baribir nimadir ish qiladigan rolingiz bor. O'shalardan tashqari sizda yana bitta rol bor. Mana shu so'zga qilinglar, bitta bir yumshoqroq so'z topishib yuboringlar. Ma'shuqalik rol bor xullas. Sizda yana bitta qo'shimcha. Aaa, va mana shu hamma rolingizni agar qoyilmaqom qilib ijro etsangiz, sizni juftingiz, aaa, hech qachon, boshqa tomonga qaramaydi. Boshqa joydan qidirmaydi. Chunki, xuddi qo'g'irchoqlar terilib tursa qidiradi-ku, har xilini o'ynab ko'radi. O'shanaqa narsa bo'lmaydi. Chunki hammasi sizda bor bo'ladi o'sha. Agar hamma rol sizda bor bo'lsa, bo'ldi, tashqaridan unga hojat yo'q bu narsani qidirishga. Ko'p xiyonatlar ham shundan kelib chiqyapti. Ya'ni xiyonat nimada kelib chiqadi oilada? Bu faqatgina bu narsaga bog'liq emas. Baribir erkak kishini o'sha, bolalik travmalariga ham borib taqaladi. Onasidan to'liq mehr olmaganlar ham shunaqa ish qiladi. Har xil ayollar bilan yuradi ko'chada, har xil qizlar bilan. A, mehrga mehr shunaqa yo'l bilan, e'tibor shunaqa yo'l bilan olgisi keladi energiyani. A, o'ziga qaratib, tashlab ketib, xullas har xil almashtirib, xullas, hali to'liq shakllanmagan erkaklar. Buni boshqa sabablari ham bor, lekin man hozir sizlarga общий hammaga to'g'ri keladigan bitta sabab beryapman. Bu o'sha o'zingizni rolingizni, mana shu rollaringiz ichiga bitta shu ma'shuqalik rolini ham qo'shib oling endi. Va shu rolingizni ham, ideal holatda, ijro etishga harakat qiling. Va bu narsa xiyonatni, aaa, kamaytirib beradi sizga. Xiyonat bo'lishi mumkinligini, foizini kamaytirib beradi. Hm, tak, bundan tashqari, endi erkaklik va ayollik tabiatiga kelamiz. Hm, ayollik tabiati o'zi mana umuman tabiatda ikkita jins bor. Ayol va erkak, bo'ldi. Undan boshqa hech qanaqa, jins yo'q, yaratilmagan. Ya'ni Alloh yaratmagan, 3-jins yo'q. Lekin hozirgi kunda o'sha har xil, har xil, narsalar chiqib ketyapti. O'zini jinsini, o'zgartirgan yoki "Man boshqa jinsdanman" yoki "Mani hech qanaqa jinsim yo'q" deganlar ko'payib ketyapti. O'sha LGBT har xil narsalar. Lekin fakt borki, shu ayol va erkakdan boshqa jins yo'q. Ayolmisiz, o'z ayollik energiyasida bo'lishingiz kerak, erkakmisiz, o'z erkaklik energiyasida bo'lishingiz kerak. Bo'ldi. Undan boshqa jins yo'q.
va ayollik, jinsiga, energiyasiga nimalar o'zi qanaqa bo'lishi kerak, erkak qanaqa bo'lishi kerak tabiatdan. Chunki mana, aaa, bizada hozir, erkakmizmi, ayolmizmi, tabiatimiz o'z tabiatimizda, ya'ni o'z energiyamizda bo'lmagan insonlar ko'payib ketgan jamiyatimizda. Erkak kishi o'z tabiatiga mos ravishda harakatlanmayapti yoki ayol kishi o'z tabiatiga mos harakatlanmayapti, yashamayapti. Lekin o'sha fakticheski jins, qanchalik o'sha erkak va ayol degan jins qanchalik ikkiga bo'lib fakt bo'lib qo'yib qo'yilganmi, xuddi shunday uni tabiati ham xuddi shunaqa qo'yib qo'yilgan. O'ziga, ya'ni a, o'ziga xosligi bor va o'sha o'z energiyasida bo'lishi kerak. Ayol kishi qanaqa bo'lishi kerak? Ayol kishi yumshoq, mayin, muloyim, a o'sha ovozlariyam chiroyli. Misol uchun, kimdadir "Mani ovozim qo'pol" deydigan bo'lsangiz, mashq qiling. Har qanday ovoz to'g'rilasa bo'ladi. "Man rol o'ynamayman, mani borim shu" deyayotgan bo'lsangiz, kimdir qo'pol gapirsa-da, "Man shunaqa shartta-shartta gap odam yuziga gapiraman, man muloyim bo'lib rol o'ynamayman" deydiganlar bo'lsa agar oranglarda. Baraka topkur, siz o'zingizdan o'zingiz shunaqa bo'lib qolganingiz yo'q. Siz o'sha kim onangizmi, opangizmi, ammangizmi, xolangizmi, qo'shningizmi kimdadir ko'rgansiz. Mana shunaqa baqirib, qo'pol gapirib, haqqini, ajratib, mana shunaqa qilgani uchun siz kichkinaligingizdan o'sha narsani ko'rib katta bo'lganingiz uchun siz ham shunaqa qo'pol bo'lib qolgansiz. Agar siz muloyim gapiradigan, yaxshi gapiradigan oilada katta bo'lganingizda, siz ham muloyim bo'lib katta bo'lgan bo'lardingiz. Bu rol o'ynash emas. Haqiqatdan ayol kishi muloyim bo'lishi kerak. Bu bizni tabiatimiz. Muloyim gapirishga ham harakat qilish kerak. Undan tashqari, kuchsizroq bo'lishimiz kerak. Ojizroq bo'lishimiz kerak. Ya'ni nima degani? Jismoniy mehnat kamroq qilinglar. Kuchli qilib tashlaydi. Jismoniy mehnat ayol kishini kuchaytirib boradi. Kuchayib ketsa nima bo'ladi? Erkaklik energiyasi ko'payadi va yonidagi juftida ayollik energiyasi ko'payishni boshlaydi. Chunki hamma narsa balans bo'yicha. Tarozi bor-ku, tarozining ikkita pallasi bor. Xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni ayol kishi erkaklik energiyasiga qanchalik ko'p kirishib ketaversa, erkagi shunchalik, bo'ynidan mas'uliyat ketib, ayollashib ketaveradi. Shuning uchun hamma o'zidan boshlashi kerak birinchi ishni. "San o'zgar, san erkak emassan, san bunaqa bo'l, san unaqa bo'l" deyilmaydi yoki ayol kishiga "San, ayol kishisan, san bunaqa bo'lishing kerak, san unaqa bo'lishing kerak" deyilmaydi. Siz o'zingizni erkakdek tutishingiz kerak, unga, sharoit yaratishingiz kerak, ayoldek bo'lishiga. Ayollar xuddi shunday. Siz erkagingizga erkakdek o'zini tutayotgan bo'lsa, aralashmaslik kerak. Bu uni tabiati bo'ladi. Ya'ni, ayol kishi xuddi shunday jismoniy kuchli mehnatlar qilmasligi kerak. Mehnat qilish kerak, lekin unaqa tanasi qiynalmasligi kerak. Tanasi zo'riqmagan ayol kuchsizroq bo'ladi, ojizroq bo'ladi. Erkakdan pastroq turadi shunda. Lekin qancha ko'p mehnat qildirsangiz, mana bu joyi erkaklarga tegishli. Erkaklar eshitinglar, ayolingizni qancha ko'p mehnat qildirsangiz, jismoniy mehnatmi, bilmayman, xullas, mas'uliyat qanchalik yuklab tashlasangiz, shunchalik kuchli qilib tashlaysiz, erkak sifati bo'lib qoladi, hamma narsani решать qilib ketaveradi. Bunaqa ayolga keyin sizni keragingiz bo'lmay qoladi. Ko'p oilada ajrimlar ham shundan kelib chiqyapti. Ayol kishi bo'ldi, o'zini eploladi. Erkak keragi ham yo'q bo'lib qoldi endi. Kuchli bo'lib ketgan. Или shunaqa kuchaytirvorasizda, keyin, ko'p janjallashib, urushib qolganingizda ayoldek bo'l, san ojizasan yoki o'sha diniy gapni qurol qilib ishlatasiz. San ojizasan, ayol kishisan deysiz. Vaholanki o'zingiz kuchli qilib tashlagansiz u ayolni. Ojiz bo'lishiga yo'l qo'yib bering, o'shanda ojiz bo'ladi. Siz kuchli bo'ling, uni ojiza bo'lishiga, imkon yarating. Ayollar, sizlar o'zinglar ham mas'uliyatni bo'yninglarga olib tashlab, qilmayapti-ku, unda kim qiladi? "Man qilaman" deb bo'yningizga olib tashlamang, qildirtiring.
Qilmasa siz ham qilmang. Masalan, bozor qilib kelish, produktni qilib kelish. Og'ir ko'tarib kelib umuman og'ir narsa ko'tarmanglar. Shu 5-6 kilodan og'ir narsa ko'tarmanglar va, o'sha umuman o'zi produktlarni mana shunaqa ishlarni erkaklarga qildiringlar. Kerak bo'lsa, uyda lampochka almashtirish kerak bo'lsa ham erkak kishi qilsin. Almashtirmanglar, yordam bermanglar. Kichkina detalniy narsalarga yordam bersanglar ham, borib, o'zingiz bo'yningizga qolib ketadi hammasi. Hamma ishni erkak kishiga qildirtiringlar. Chunki oldingi zamonlarda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Wi-Fi qotib qoldi. Hozir o'zim internetimdan kirdim boshqatdan. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Masalan, hozir zapis qilganman. Zapisni yuborganimda, masalan, qotib qolgan joylari bo'lsa ham buni, boshqatdan eshitsanglar bo'ladi keyin. Ovozim hozir yaxshimi? Kommentariyaga plyus yuboringlar или minus. Mhm. Так, nechi minutdan boshlab ovozim uzilib qoldi? 2-3 minutlar bo'libdi-da, demak. Ha, bo'ldi, страшно emas. Так, yaxshi eshitilyapti-a? Bo'ldi. Ha, nimaga har xil yozyapsizlar? Kimdir ovoz yaxshi deyapti, kimdir yo'q deyapti. Tak, yaxshi bo'ldi. Ko'pchilik уже yaxshi deb yozdi. Yaxshi, bo'ldi, bo'ldi. Hop. Demak, mana shu bir narsalar gapirayotganimda, man dars o'tayotganda shu tezroq, berib olishga harakat qilaman-da ma'lumotni shoshib gapiraman. И shu zerikib qolmasligilar uchun, zerikarli bo'lib qolmasligi uchun, kimdir uxlab qolmasligi uchun-da tezroq berib olay deyman informatsiyani. O'zi aslida, qanaqa holatda o'tsam yaxshi, nima deysizlar? Shu har doimgidek tez-tez gapirib, shunaqa o'tganim yaxshimi yoki bemalol, gaplashib, savollar berib o'tganim yaxshimi? Shuniyam kommentariyada yozsanglar yaxshi bo'lardi. Shunga qarab, ish tutardim keyingi safarlar. Xullas, mavzuga qaytamiz. Ayol kishi, ojiz bo'lishi kerak, va undan tashqari man keyin sizlarga oxirida hozir bitta praktika beraman. O'sha nejniylashtiradigan ayol kishini. U просто qo'shimcha narsa, kichkinaroq praktikacha. Hayotingizga kirgizishingiz kerak u narsani. O'shani man videoda ko'rsatib beraman keyin. O'zim ham o'shandan ham boshlaganman desam ham bo'ladi. Xullas, ayol kishini tabiati shunday. Shularni tushuntirdim va ayol kishi, bu ruhiy, dunyoni, mavjudoti hisoblanadi. Ya'ni qanday sizga buni tushuntirsam, ya'ni ayol kishi ko'proq emotsionalniy shaxs. Ko'proq hissiyotlar bilan yashaydi, aql bilan emas. Kim agar aql bilan yashayotgan bo'lsa, demak o'z energiyasida emassiz. Chunki tabiatda ayol va erkak deb jinsga ajratilgandek, ayol kishi ham xuddi mana bu parametrlar bu a, sizga berilgan parametrlar. Bu, fakt, bu qoidalar. Kimdir qabul qiladi, kimdir qabul qilmaydi gapimni, lekin o'sha o'zidan o'zi chiqib ketib qoldi. Tak, xullas ayolingiz, erkaklar eshitsin, ayolingiz, hissiyotda yashashi kerak. Lekin, mana ayol kishi emotsionalniy lичность bo'lgandek, erkak kishi aqlda. Aql bilan yashaydi, sovuqqonroq va boshqacharoq. Uni hayotni, a his qilish deymizmi, hayotda yashash, tartibi boshqacharoq. Shuning uchun bunaqa emotsionalniy lичность bilan yashash agar erkak kishida erkaklik shaxsiyati shakllanmagan bo'lsa hali, erkakligi shakllanmagan bo'lsa, qiynalib qoladi. Chunki ayol kishi bilan erkak kishi umuman boshqa-boshqa narsada. Bular umuman boshqa xullas tabiati.
ular birga yashashi bu, aaa, xullas miyam portlatib yuboradi. Ikkalasi bir-birini, aaa, qiyin bo'ladi. Erkak kishi agar tushunishga harakat qilsa, nimaga ayol kishi unaqa qilayotganini yoki, xullas erkaklar ayollarni tushunishga harakat qilmanglar. Tushunolmaysizlar umuman. Sekundiga nechta fikr o'ylashniyam xayolingizga ham keltira olmaysizlar. Bir soat ichida kelibsa 10 xil his-tuyg'uga berilib chiqadi. Bir kulib, bir yig'lab, настроенияsi tushib yoki yaxshi bo'lib, yana o'rtacha bo'lib, bir narsalar bo'lib ketadi. Ob-havodan ham battar. Shuning uchun erkaklar ayollarni umuman tushunishga harakat qilishi kerak emas. Ayollar shun bilan yashaydi, shu hissiyot bilan yashaydi. A, ayollarni faqat sevish kerak. Faqat sevish kerak, bo'ldi. Erkaklar ayol kishini sevsa bo'ldi. Tushunishga harakat qilmasin, sevsin bo'ldi. Endi tushunishga harakat qilmasin deganda judayam egoga berilib ketib, anaqa qilish kerak emas. Man просто, umumiy hozir aytyapman va buni detalchaligi bo'lamiz keyin. Umumiy olganda xuddi shunaqa. Ayol kishi xullas, emotsionalniy lичность. Ya'ni hissiyot bilan yashashi kerak. Bo'lmasa yasholmay qoladi ili o'zini energiyasidan chiqib ketib qoladi. Ayollar eshitdinglar, o'z energiyalarda bo'lishinglar kerak. Hissiyotli o'sha faqat mana bu qalbinglar bor-ku, o'sha qalb bilan yashashinglar kerak. Mana shu sizlarni holatinglar hisoblanadi. O'shanda erkaginglarni ham balansga keltirib tura olasizlar va o'zinglarni ham hayotinglar yengillashib boraveradi. Qancha ojizlashaversangiz, erkaklarni erkakligini qabul qilib tan olaversangiz, ya'ni siz oldin miyangizda ajratib olasiz. Erkak va ayol qanaqa bo'lishi kerak? O'shani ajratib, siz o'zingiz rolingizni olib, o'zingiz rolingizni o'ynashni boshlaganingizdan keyin atrofingizdagi erkaklar ham o'zini rolini o'ynashni boshlaydi. Lekin bizda 90% ayollar nima qiladi? Erini ham rolini olib o'ynaydi. O'sha mas'uliyatni erkak kishi hal qiladigan narsalarni ham kerakli joyda o'zi hal qilib ketaveradi. O'shaning uchun ham erkak kishi keyin, borib umuman hech narsani решать qilmaydigan bo'lib qoladi va ayol kishi erkaklik energiyasiga o'tib qoladi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar buni boshidan qilishinglar kerak. Yaxshi ko'rishga harakat qilib yoki rahminglar kelib erkaklarga, mana shunaqa narsalar qilmanglar. To'g'ri, siz o'zingiz qiynalishingiz mumkin. O'sha holatda ayol kishi, mana biz emotsiya bilan yashaymiz-ku, biz uchun judayam qiyin bo'lishi mumkin. Lekin erkak uchun o'sha vaziyat qiyin bo'lmaydi, rahminglar kelmasin. U eploladi, kuchli, shunaqa yaratilgan. Hech qachon erkaklarga rahminglar kelmasin. Ayollarga zadaniya bu. O'zingiz uchun qonun qilib oling. Hech qachon, hech qanaqa holatda. Chunki siz rahmingiz keldimi, siz uni erkaklik energiyasini kesasiz, bo'ldi. Chunki siz uni kuchliligini, tan olmayotgan bo'lasiz. U o'zi hal qila olishini tan olmayotgan bo'lasiz, bo'ldi. Shuning uchun erkaklarni kuchliligini tan olib, u har qanday vaziyatdan chiqib keta olishi va har qanday holatda kuchliligini qabul qilib, erkaklarni erkakligiga qo'yib beramiz, bo'ldi. Ayollar o'zinglarda bo'linglar va o'sha har doim rivojlanishda, o'sha o'z stilida ishlab, yanayam rolinglarni, o'sha qoyilmaqom darajada ijro etadigan holatgacha kelinglar. Erkak kishini tabiati qanaqa? Erkak kishi tabiati bu aqlda yashash. Ayol kishi qalb bo'lsa, erkak kishi aql. Va erkak kishi o'sha sovuqqonroq, qattiqroq bo'ladi. A, mas'uliyatli bo'ladi. Ya'ni agar mana shu sifatlar yo'q bo'lsa, bunda u erkakda hali erkaklik to'liq shakllanmagan bo'ladi. Shundan ham bilib olinglar. A, bardoshli, sabrli bo'ladi. Sabrli, kuchli deganda bu yerda hozir hamma narsa kiradi. Kerak bo'lsa o'sha, a, masalan, bir xil erkaklar ayoli bo'la turib, prostitutkalarga ham boradi, ko'chada boshqa qizlar bilan ham gaplashadi. Mana shu erkaklar kuchsiz erkaklar. Chunki deylik, misol uchun sababingiz bordir. Ha, kimnidir sababi. Misol uchun xotiningiz beremennidir, sizda, hozircha, postel yo'qdir. Hech chidolmasdan siz ko'chada ko'zingiz o'ynab, boshqalar bilan, bo'layotgandirsiz, misol uchun. Va undan tashqari yana shunga o'xshash sabablar, o'zicha sabablari bo'ladi miyasida erkak kishining. Bahonada bu.
Kuchsiz erkaklarni ishi bu. Kuchli erkak sabrli bo'ladi. Ayol kishidan ham sabrli bo'ladi. Sabr o'zi erkaklar funksiyasi va, erkak kishi shu kuchliligidan va sabrliligidan, a, o'sha juftini, kutadi kerak bo'lsa. Qancha kutish kerak bo'lsa, shuncha kuta oladi. Kutolmayapsizmi, demak, hali shakllanmagansiz to'liq. Chunki agar erkak bo'lib shakllanganingizda, erkaklik energiyasida bo'lganingizda, siz judayam kuchli hisoblanasiz, sabrli hisoblanasiz, hamma narsaga bardoshingiz yetadi. O'zingizni ham mana, misol uchun, cho'kayotgan odam deb hisoblasak, qanaqadir problemli vaziyatga tushib qoladi-ku oila, hamma cho'kayotgan bo'lsa, siz shunaqangi yaratilgansizki, kuchli qilib. Siz o'sha atrofdagi hammani qutqarib, o'zingizdan tashqari hammani qutqarib, o'zingizni ham qo'shib qutqarib olib chiqib keta olasiz. Har qanday vaziyatdan. Oilaniyam, yaqinlaringizniyam farqi yo'q. Shunaqa yaratilgansiz chunki. Shuning uchun erkak kishi, o'sha mas'uliyatli bo'lishi kerak. Bu, mas'uliyat bu erkaklarning funksiyasi aslida. Yy, Kuch, jismoniy kuch, kuchlilik, ya'ni sizda, shu sizga plyus qanaqa zadaniya bor bu yerda? Masalan, ayollarga ma'shuqalik deyilayotgan bo'lsa, sizda sportsmenlik mas'uliyati sizni bo'yningizda bor. Ya'ni siz tanangiz ustida ishlashingiz kerak, tanangizni kuchaytirishingiz kerak. Shunaqa sport turlariga borishingiz kerak bo'lsa, o'sha boksmi, nima bir taekvondomi, xullas, tanani o'sha, a, shug'ullanishadi-ku, trenirovkalar qilishadi, o'sha presslarni chiqarishadi, mushaklarni shakllantirishadi. Mana shu narsalarni o'z tanangizda, a, ishlashingiz kerak. Tanangizni qiynashingiz kerak. Chunki siz tanangizni qancha ko'p, qiynasangiz, shuncha kuchlilashib ketaverasiz. O'zingizni shunaqa yo'l bilan kuchaytirasiz yanayam. Har qanday erkak, tanasi mana ayol kishidan tanani, figurniy, chiroyli holatda bo'lishini talab qilasizlar-ku har qanday erkak. Misol uchun o'zi qorni chiqib yotgan bo'lsa ham, lekin u ayol kishiga sal qorni chiqib turgan bo'lsa, sal to'lacharoq ayol bo'lsa, "Sen semizsan" deydi. Или o'zi ozg'in cho'pda, ayoli sal to'lacharoq bo'lsa, "Semirib ketgansan, semizsan, baqaloqsan" deydi. Vaholanki, ayolingizga qanaqa ayollar mana erkaklar ayollarga qanaqa qoida qo'yayotgan bo'lsangiz, sizlarga ham shunaqa qoida bor, bilasizlarmi? Xuddi mana, ayol erkak, degandek fakt bo'lib turgandek, bu narsa ham siz uchun fakt. Tanangiz ustida ishlang, tanangizni, chiroyli qiling. Sizga ham bu vazifa va tanangiz ustida ishlayotganingizda o'sha, mushaklarni shakllantirish, trenirovka qilish jarayonida siz tanangizni kuchaytirasiz, erkaklik energiyangizni ko'paytirasiz, shakllantirasiz, kuchlilashib ketaverasiz. Ruhiyatingiz ham kuchayadi. Sizni tanangiz kuchaysa, ruhiyatingiz kuchayadi. Hm, Erkak kishida ayol kishidan ko'proq, mas'uliyat bor zimmasida. Ya'ni, hm, kerakli paytda, yumshoq ham bo'lishi kerak, kerakli paytda qattiq ham bo'lishi kerak. Ayol kishi masalan faqat yumshoq, нежный bo'lishi kerak bo'lsa, erkak kishida ikki tomonlama zadaniya bor. U ham qattiq bo'lishi kerak, ham yumshoq bo'lishi kerak. Uni mas'uliyati ko'proq erkakni. Nimaga? Chunki ayol kishi har xil holatga tushadi. Ayol kishi ko'proq, mehrga, e'tiborga muhtoj bo'ladi. Va erkak kishi o'sha mana bu, trenirovkalaridan, ishlaridan tashqari ayoliga kerakli paytda yumshoq gapirib, mehr bera olishi ham kerak. Xuddi shunday ayollar ham. Ya'ni hozir, birma-bir qarab chiqamiz detalni. Ota roli sizga nimaga kerak? Erkaklar, eshitinglar. Sizni bo'yningizda ota roli bor dedim, farzand roli bor dedim. Ya'ni onangizga farzandsiz. Farzandingizga otasiz. Ayolingizga ersiz. Xuddi shunaqa rollaringiz bor. Mana shu rollaringizni, hammasini kerakli paytda ayolingizga qo'llashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni kerakli paytda ayolingiz, yosh qizchaga o'xshab qoladi. Yosh bolaga o'xshab qoladi. E'tibor beringlar. Ana shunaqa paytda ota bo'lishingiz kerak siz unga. Ota roliga o'tasiz.
Kerakli paytda boshini silaysiz, mehringizni berasiz. Chunki, aaa, otamiz, onamiz bu bizni hayotdagi birinchi obrazlarimiz hisoblanadi. Bizni mana shu, hayotga keltirgan o'rtadagi sababchi insonlar, sababchilar. Ya'ni biz ular orqali hayotni ko'rishni boshlaymiz. Qaysidir ma'noda qo'pol bo'lsam aytaman, biz uchun Xudo, birinchi ota-ona bo'ladi. Chunki bizda hali ota-ona degan Xudo degan tushuncha yo'q bo'ladi. Endi 2-1 yosh masalan, endi katta bo'lyapsiz, chaqaloqsiz yoki. Sizda Xudo degan tushuncha yo'q bo'ladi. Sizni Xudoyingiz ota-onangiz bo'ladi siz uchun va keyin e'tiqodlar masalasida, shakllanib boradi, yaratgan haqida tushunchalar sizda. Lekin ungacha sizni birinchi obrazingiz kim? Otangiz bilan onangiz va ulardan olgan obrazingiz sizni hayotingizga ta'sir bo'ladi har doim. Biz xohlaymizmi, yo'qmi, har qanday farzandga otani ham, onani ham mehri kerak. E'tibori kerak. To'g'ri, har xil sabablarga ko'ra farzand, to'liq mehr ololmayotgan bo'lishi mumkin. Otasidan ham, onasidan ham farqi yo'q. Lekin o'sha ulg'aygandan keyin, oila bo'lib yashashni boshlagandan keyin o'sha narsalarni jufti juftliklar bir-biringlarga berishinglar kerak. Chunki sizlar har birimiz biz ich-ichimizdan haliyam yosh bolamiz. Xuddi kichkina bolachaga o'xshaymiz. Ayol kishi bo'lsangiz, sizni o'sha qalbingizni his qiling, kichkina qizchasiz. Erkak kishi bo'lsangiz, sizni ichingizda kichkina yana bitta bolacha yashaydi. Misol uchun, o'sha mana bu yerdan bironta ismni olay. Tak, ajiz deb yozilgan ekan. Misol uchun, o'sha qalbingizda his qiling. Masalan, siz hozir 30 yoshli yoki 40 yoshli yoki 25 yoshli ajiz bo'lsangiz, sizni, aaa ichingizda yana kichkina 5 yoshli yoki o'sha 2-3 yoshli Adis bor. Siz bolasiz ichingizdan qalban. Ayollar ham xuddi shunday. Masalan, iroda. Siz hozir, 18 yoki 25-30 yoshli iroda bo'lsangiz, a, aslida ichingizda qalban, o'sha 3-4, 5 yoshli irodasiz. Ichingizda shu kichkina qizcha bor. Kichkina iroda bor. Ya'ni, har biringlar o'zinglar isminglar orqali, qalbinglarga qaranglar. O'sha kichkina qizcha yoki kichkina bolacha bor. Hammamiz bolamiz qalban. Bizga har doim mehr kerak. Har doim xohlaymiz. Mehr, hech qachon odam to'ymaydigan ne'mat. Hech qachon to'ymaydi odam sevgiga. Va o'sha narsani, mana, biz har doim juftliklar bir-birimizga berishimiz kerak. Erkaklar ayoliga berishi kerak, ayollar erkagiga berishi kerak. Kerakli vaqtda, me'yor darajasida, har doim emas. O'zi bo'lib qoladi-ku shunaqa holatlar. O'sha holatlarda berish kerak. Masalan, qaysidir payt ayolingiz injiq bo'lib qoladi. O'sha injiq bo'lib qolgan paytda siz srazu ota rolini miyangizda, yoqishingiz kerak. Xuddi anavi svetni yoqasiz-ku, xuddi shunaqa miyangizda yoqishingiz kerak. O'sha rolingizni. Bo'ldi, ota roliga o'tasiz va mehringizni berasiz. Xuddi bolangizni kichkina qizchangizni erkalaganda erkalab, yaxshi ko'rib, mehringizni berib, "Nima bo'ldi sanga?" deb xullas gaplashasiz. Ayollar naborot, eringiz, kerakli paytda shunaqa bo'lib qoladi, xuddi yosh boladek bo'lib qoladi. Faqat bu ayollarga zadaniya me'yor darajasida bo'lsin, iltimos, berilib ketmanglar. Lekin erkaklar ayollarga qancha mehr bersanglar ham, buni me'yori, tartibi yo'q. Lekin erkaklar bu aql tomondan bo'lgani uchun ularga me'yor darajasida berish kerak. O'sha kerakli paytda shunaqa holatlar bo'ladiki, erkak kishi masalan ishi o'xshamay qolishi mumkin, bir qanaqadir, depressiyaga tushib qoladi yoki shunaqa har xil holatlarga tushib qoladi. Shunaqa paytda xuddi o'zini boladek ojiz his qilib qoladi. Ana shunaqa paytda, ayol kishi kelib, o'sha onasidek bo'lib mehrini berib, uni qo'llab-quvvatlasa bo'ladi. Shuncha narsani eplagansizku, shuncha holatlardan chiqib ketganmizku, bundan ham chiqib ketasiz. Hali hammasi yaxshi bo'ladi, поддержка qilasiz. Yoki, ona rolingizni qaysi joylarda ko'rsatishingiz mumkin? Masalan, ovqat qilib berish. Mana ayollar qaranglar, aslida ayol kishi ovqat qilishi kerak emasda. Tabiatan ayol kishini ishi emas bu. Ovqat qilish, kir yuvish, erini issiq kiyintirish, kiyimlarini dazmol qilib berish,
uylarni toza tutish, u mayli, u уже rafiqa rol. Mana bu ona roliga kiradigan narsalar borku, g'amxo'rlik, ovqatlar qilib, g'amxo'rlik qilish. Mana shu ayol kishini vazifasi emas aslida. To'g'ri, bizni mentalitetda shunaqa singdirishgan, lekin unaqa emas. Bu onalarni ishi. Onalar qiladi bu ish. Onalar farzandiga nisbatan qiladi va bizda shu narsani o'rgatib qo'yganmiz. Erkaklar bizdan shu narsani xuddi onasida ko'rib katta bo'lgan-ku ular ham endi. Onasi shunaqa qilgan oilada. O'shaning uchun keyin sizdan talab qiladi onalik rolini va kimdir shunaqa qilishim kerak ekan deb qaysidir ayollar berilib ketib qoladi-da onalik roliga, ona pozitsiyasiga o'tib qoladi. Ona bo'lgandan keyin erkak kishi onalik g'amxo'rligini oladi ayolidan, lekin ayollikka olmaydi. Me'yorda bo'lishi kerak. Kerak bo'lsa sizni ovqat qilib berishingiz bayram bo'lishi kerak uyingizda. Bu bilan man qaysidir oilalarda kurash keltirib chiqarmoqchi emasman. Birdaniga chiqmanglar. Me'yor bilan sekin-sekin shu tushunib oldinglar-ku nimaligini. Shunga qarab harakatlaninglar bo'ldi. Birdaniga qilib tashlamanglar. Ko'tarilish bo'lib ketadi. Lekin o'sha harakatda bo'lsanglar, sekin-sekin o'zgarish bo'ladi. Xuddi shunday onalik roli ham me'yorda bo'lishi kerak. Kerakli paytda o'sha ovqatlarni qilib berishingiz, o'sha kiyimlarni toza tutishingiz bu sizni onalik rolingiz hisoblanadi. Bo'ldi, boshqa holatlarda ona rolida bo'lishingiz kerak emas. O'sha o'zingiz rolingizda bo'lishingiz kerak. Rafiqalik rolida и ma'shuqalik rolida. И plyus o'sha qanaqa ish bilan shug'ullansangiz, o'sha ishingizni, kasbingizni o'zingizga qo'yasiz. O'sha rolingizda bo'lishingiz kerak. Kasbingiz bo'lmasa bo'lmaydi. Eshitib olinglar hammanglarda. Plyus ishinglar bo'lishi shart. Qanaqadir, shug'ullanadigan, o'zingiz sevib bajaradigan nimadir ishingiz bo'lishi kerak o'zingiz. Agar shunaqa ishingiz bo'lmasa, siz to'xtab qolasiz rivojlanishdan. To'xtab qolganingizdan keyin eringizga zerikarli bo'lib qolasiz. Siz bilan gaplashadigan gapi bo'lmaydi uni. Shuning uchun, rivojlanishda bo'lish kerak. Hamma o'ziga keraklisini eshitib olaversin. Hamma ikkita pozitsiyaga ham o'tib gapiryapman. Chunki, aytdim-ku boshida, masalan, qaysidir psixolog faqat, erkak tarafdan, erkaklik pozitsiyasida turadi. Qaysidir psixolog faqat ayollik pozitsiyasiga o'tib gapiradi. Man harakat qilyapman shu ikkalasiniyam, me'yorda olib ketishga. Lekin chalg'ib qolishinglar mumkin. O'sha chalg'imanglarda o'zinglarga kerakli joyini eshitib ketinglar. Ikkita tomonni ham eshitishga harakat qilmanglar. O'zinglarga ayollar ayollarnikini eshitinglar, erkaklar erkaklarnikini. Xullas, erkak ham, xuddi shunday. Kerakli vaqtda o'sha ayoli injiq bo'lib qolganda yoki yig'laydi bir xil payti, ojiz bo'lamiz, ojizamiz, o'zimizdan o'zimiz bir arzimagan narsaga ham yig'lab, e'tibor xohlab shunaqa qilishimiz mumkin. Mana shunaqa paytda o'sha otalik mehri yetishmayotgan bo'ladi va mehrni berish kerak bo'ladi. Chunki, mana aytyapman, otalik mehri, otani mehriga to'yib katta bo'lgan, ayollarda ham bo'ladi baribir. Otalik mehriga zor bo'lish. Siz qancha katta bo'lsangiz ham mehr ko'rib oilada masalan, sog'lom oilada ayol, otangiz ham, onangiz ham bo'lgan sog'lom oilada katta bo'lgan bo'lsangiz ham, sog'lom munosabatlar ichida katta bo'lgan bo'lsangiz ham, siz mehr ko'rib katta bo'lgan bo'lsangiz ham, siz oila qurganingizdan keyin siz baribir otangizni mehrini his qilgingiz keladi. Otangiz hayot bo'lsa ham yo olamdan o'tsa ham farqi yo'q. Siz bu narsani, anglamagan holda juftingizdan kutasiz. Va erkaklar eshitinglar, berishinglar kerak. Shuning uchun ayolinglarga. Ming u o'sha otasi bor bo'lsa ham va otasini, a, mehrida katta bo'lgan travmasiz qiz bo'lsa ham, ayol bo'lsa ham. Или, misol uchun kimdir umuman hayotida otasi rol o'ynamagan bo'lishi mumkin. Misol uchun mani o'zim shaxsan mani hayotimda otam rol o'ynamaganlar. Ya'ni, o'sha taxminan eslolmayman, 2,5 yoshmi, 3 yoshimdami или 4 yoshimdan bilmayman, ajrashib ketishgan onam bilan va otam hayotimda, hech qanaqa rol o'ynamaganlar, faqat onam hal qilganlar. Umuman ota mehri olmaganman, umuman. Hech qanaqasiga. Ota mehrini tuyib, his qilib katta bo'lmaganman. To'g'ri, qanaqadir bayram yoki nimadir kunlarda kelib sovg'a berib ketgan bo'lishlari mumkin, lekin, a xullas, ota mehrida katta bo'lmaganman va o'sha manga o'xshab katta bo'lgan ayollar, qizlar bor.
Chunki biza har xil protsesslardan o'tamiz. Hammasi tabiiy jarayon va bunaqa ayollarga ham, ya'ni man уже tushunaman nima uchunligini. Kerakli paytda masalan juda talab qilmayman. Mehr beriladimi, berilmaydimi, man уже tushunaman bu narsani. Но, man shunaqa ayollarni nomidan gapiraman. Ularni tushungan holatda, chunki mana psixolog bo'lsam qanchalab, nechtalab konsultatsiya o'taman va konsultatsiya jarayonlarida yig'gan tajribalarim, o'sha ayollarni tushungan holatim. Ayollarni nomidan gapiraman. Ya'ni qiz bola kichkinaligidan ota mehriga to'ymasdan katta bo'lsa ham, ulg'aygandan keyin, judayam, agar hali tushunmagan bo'lsa travmasini ayniqsa, man endi mana tushunaman. Lekin hammayam ishlamagan-ku ruhiyati bilan. Umuman tushunmaydigan ayollar bor bu narsani. Va, mana shunaqa travmada katta bo'lgan ayollar judayam e'tiborga muhtoj bo'ladi. Ularga har doim e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Erkaklar eshitinglar. Otasiz katta bo'lgan qizlarga, mehr, e'tibor, ota bilan katta bo'lgan qizlardan 2 barobar ko'proq kerak. Ko'proq berishingiz kerak. Mana shunaqa bo'ladi. O'sha narsaga sekin-sekin to'yib, o'sha me'yorga kelib olgunicha. Va, shuning uchun mehnati ozgina ko'proq bo'ladi. Ch Xullas, shunaqa. Har qanaqa holatda, har 2 holatda ham baribir mehr kerak bo'ladi. Qanaqa oilada katta bo'lishidan qat'iy nazar. Demak, tushundinglar. Ya'ni pozitsiyani ona va ota rolini tushunib oldingiz. O'zingizdagi o'sha narsani kerakli vaqtda qo'llang. Endi bolakay roli. Erkak kishi bo'lsangiz, ichingizda o'sha kichkina bolacha haliyam bor. O'sha ismingiz aytasiz. Nodir bo'lsa, ismingiz kichkina Nodir bor haliyam ichingizda. Или G'olib bo'lsa, kichkina G'olib bor qalbingizda. Ayollar ham xuddi shunday. Soliha, sizni qalbingizda haliyam kichkina Soliha bor. Или o'sha ismingiz, qanday bo'lsa ham shu, siz haliyam kichkina shu, ismingiz bilan aytasiz, kichkina qizcha bor sizni ichingizda. Va, mana shu qizcha или mana shu bolakay, umumiy qilib aytamiz, bolajonni har doim hisobga olish kerak bo'ladi. Buyam sizni rolingiz. Uniyam hisobga olishingiz kerak. Ya'ni uniyam qiziqishlari, xohishlarini hisobga olib yashashingiz kerak bo'ladi. Butunlay aqlga o'tib ketgan insonlarni ko'rganmisizlar? Bunaqa odamlar judayam beshafqat, sovuqqon bo'lib ketadi. Shuning uchun, a, me'yorda ushlash kerak bo'ladi ichingizdagi, bolalik holatini. Va shu holatingizda, ya'ni misol uchun jinnicha ishlar qilgingiz kelishi mumkin. Xuddi yosh bolaga o'xshagan ishlar qilishingiz mumkin. Masalan, yoshingiz 40 tada siz, arg'imchoq uchgingiz kelishi mumkin, misol uchun. Farqi yo'q, uchinglar. Uyat degan narsa yo'q, olib tashlanglar u narsalarni. O'sha qalbingizdagi bolakayga bering. O'sha kichkina bola nima xohlaydi, o'sha narsani bering. O'sha rolingizni, ya'ni bu rol sizdan o'chib ketmaydi va bu rolni ham o'ynaysiz va, bu rol sizga o'sha butunlay aqlga o'tib ketib, sovuqqon tarzda hayotga qiziqish, ma'no qolmaydigan, bo'lib, yashashga o'tib ketib qolmaslikka oldini oladi. Bo'lmasa, siz butunlay aqlga o'tsangiz, sizda уже ma'no qolmaydi yashashdan. Hech narsaga chunki hissiyot bo'lmaydi, his qilmaysiz, hech narsa yoqmay qoladi. Chunki o'zingizda, ichingizdagi, qalbingizdagi bolachani, yopib tashlagan bo'lasiz. O'shani ochinglar va hayotingizda ma'no paydo bo'ladi. Chunki bolalar qanaqa yashaydi? Mazza qilib, o'ynab, kulib yashaydi. Har doim, a, ular uchun yashash qiziqda. Yashashni o'zi ma'no ular uchun. Boshqa ma'no yo'q. Aaa, agar o'sha bola ichingizdagi bolakay yo'q bo'lib qolsa, o'chib qolsa mana shu rolingiz sizni, bolakaylik rolingiz. Bo'ldi. Hech narsani qizig'i qolmaydi sizga. Yashashdan ma'no bo'lmaydi, ma'no topolmaysiz. Chunki o'sha kacheli uchaman desangizlar, masalan, kap-katta, erkaksan, endi shu yoshingda kacheli arg'imchoq uchasanmi deydi. Или, qo'g'irchoq o'ynamoqchi bo'lsangiz, san, 30 ga kirding, endi qo'g'irchoq o'ynaysanmi deydi. Yopaverasiz, bola o'sha hech narsaga qiziqmay qoladi ichingizdagi. Yopilib ketaveradi. Bu narsa boshqa narsalarga nisbatan ham qiziqishingizni yopaveradi. Ya'ni, hop shu
Shu ishni qilib, shu pul topganimda nimamanu, hop, chiroyli joyga borib o'tirib ovqatlanib kelarman. Bundan nimamanu, hop, shu kiyim olib kiyarman, nimamanu shundan? Mana shunaqa bo'lib qolishingiz mumkin. Shuning uchun agar shunaqa holatda borlar bo'lsayam, siz qalbingizni oching, ichingizdagi o'sha bolakayni eshiting, o'sha bolakay bilan aloqani qaytadan yo'lga qo'ying, ichingizdagi kontaktni. O'shanda hayotingiz yanayam o'sha bolalik paytingiz qanaqa hammasi yaxshi bo'lgan, maza qilib yashagansiz, xursand, hayotdan zavqlanib yashagansiz, o'sha narsaga o'tasiz. O'sha rolingizni qaytarib olasiz o'zingizga. Hop, asosiy rollar shu. Yy, ertaga bizda turmushga chiqish kursimiz boshlanadi. Xabaringlar bor. 1 oydan beri reklama qilinyapti. Mana shu kunga nasib qilgan ekan, ertaga boshlanadi. Va bu kursimizda asosiy 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darslarimiz mana hozir sizlar gapirayotgan narsalarimga aloqador. Ya'ni biza 1-chi kun erta ota-ona bilan bog'liq, travmalarni ishlaymiz. Ota-ona bilan bog'liq, aaa, obrazlarni korreksiya qilamiz. Ya'ni chunki biz ota-onamizdan nimani ko'rib katta bo'lgan bo'lsak, bizni hozirgi paytdagi turmushimizda ham shu narsa takrorlanadi. Yoki mana biza nomi turmushga chiqishmi, turmushga chiqayotgan qizlar hozir turmushga chiqishingizdan oldin ishlab olmasangiz travmalaringizni, ana shu travmalaringiz bilan oila qurib qolsangiz, ana undan keyin oilangizda, har xil ko'ngilsizliklar, urush janjallar kelib chiqadi. Sababini tushunmay qolasiz. Sababini topganingizdan keyin ham, ya'ni o'sha qaysidir bilimlar orqali yetib kelsa ham, sababini topgan paytingiz o'zi juftingizga nisbatan ko'nglingiz qop bo'lgan bo'ladi yoki uni sizdan ko'ngli qop bo'lgan bo'ladi. Ana shu narsa kelib chiqmasligi uchun hozirdan biz travmalarni ishlab olamiz. Mana shu kursda 1-darsda. Va, ajrimlar soni ham kamayadi shunda. O'sha hali erta judayam dars ko'p-ku. Misol uchun juftni ham to'g'ri tanlashni o'rganamiz. Ajrim holat bo'lmasligi 99%. 90% ga deylik, 99 demay mayli. 90% shu kursda o'qiganlarda 90% larda ajrim bo'lmaydi. Endi man 100% da butunlay javob bera olmayman. 90% shunday. Chunki hammasini tushuntirib, hammasini o'rgataman. 2-chi darsda keyin biz nima ishlaymiz? 2-chi darsda o'zimiz ichki bolaligimizni ishlaymiz. Hozir tushuntirdim-ku sizlarga. Ichinglarda bolakay bor. Biza o'sha turmushga chiqishda qizlar, ayollar ichimizdagi qizaloqqa ishlaymiz. Ichimizdagi qizaloq bilan kontaktni yo'lga qo'yib, aaa, qaysidir ma'noda uni qayta tarbiyalaymiz va, aaa, xullas mana shu ichki bolalik bilan bog'liq, temada bo'ladi. Judayam ko'p narsa ishlanadi, praktikalar bor xullas. 3-chi darsimizda bu ayollik energiyasi bo'ladi. O'zingizni energiyangizga qaytishingiz. Ya'ni e'tibor beryapsizlar-ya, 3 ta rol ketyapti. Ota-ona roli ishlanyapti, ichki bolakay roli ishlanyapti va ayol roli ishlanadi 3 kun. Ayollik energiyasida biza darsda shunaqa praktikalar qo'yganman, u praktikani bajarganingizdan keyin atrofingiz, xullas erkakka to'lib ketadi. Или atrofingizdagi erkaklar, yaqinlaringiz o'zini yanayam erkakdek tutishni boshlaydi. Xullas, judayam qiziq dars. Praktikalar ham bir g'alatiroq praktikalar, hali qilmayman deydiganlar ham chiqishi mumkin, lekin bajarasizlar. Nima desam hammasini qilasizlar. Chunki 10 kun shunaqa мощный ishlashimiz kerak. Sizlarda 10 kunda уже natija bo'lishi kerak. 10 kunda natija qaysi ma'noda? Ya'ni to'yingiz bo'lib ketmasa ham kamida уже juftingiz hayotingizga kirib kelgan bo'lishi kerak 10 kunni ichida. Endi yaxshi niyat bilan boshlaymiz avvalo Allohdan. Просто bizniki niyat bilan endi shuni niyat qo'yapmiz o'zimizni oldimizga. Hamma narsa niyatga bog'liq deyiladi-ku. Xuddi shunday xullas, darslar rang-barang, qiziqarli, hammasi o'sha oilaga, turmushga bog'liq. Qiziqarli bir-biridan. Buni taxminan yozilgan. O'sha yerda ko'rgan bo'lsanglar, hozir qaytadan reklamani tashib qo'yaman. Ertaga kechki 9 da boshlanadi darsimiz.
Hozir yuborib qo'yay shuni. Eee, oxirgi ishtirokchilarni qabul qilamiz. Kursga yozilsanglar, mana mabodo kimdir qolib ketgan bo'lsa, eshitmay qolgan bo'lishi mumkin. Eshitmay qolgan bo'lsangiz, hozir mana qaytadan yuborib qo'yapman. Mana administrator bilan bog'laninglar. Pastda yozilgan shaxsiyaz admin deb yozilgan. Mana shu to'q ko'k bo'lib turgan yozuv shunda bosasiz, administratorni profili chiqadi. И o'sha profilga kirib yozasiz. "Men turmushga chiqish kursiga qatnashmoqchiman" deysiz. Sizga tariflar beriladi. Tarif orqali tanlab, o'sha tarifga qo'shilasiz, o'sha kanalga. Va ertaga dars boshlanadi. Oxirgi ishtirokchilar, ertaga taxminan shu obedlagacha qabul qilinadi. Chunki men chek tekshirishim kerak bo'ladi har safar o'sha to'lov qilib kursga qo'shilayotgan payti man administratorga chek tekshirib berishim kerak. Lekin kursga yaqin qolganda qo'shilishadigan bo'lsa, man chek tekshirib berolmay qolishim mumkin, yo vaqtim bo'lmay qolishi mumkin, yoki vaqt topib, tekshirsam ham manga уже nagruzka bo'lib qoladi. Chunki man darsga tayyorlanayotgan bo'laman. Shuning uchun iloji boricha agar kim qolib ketgan bo'lsa, o'sha turmushga chiqishni xohlagan qizlar, ayollar ham qatnashsa bo'ladi. Ajrashgan bo'lsangiz ham farqi yo'q. Faqat, juftingiz bo'lmasa bo'ldi. O'sha erga tegmagan bo'lsangiz yoki eringiz olamdan o'tganmi yoki ajrashib ketganmisiz, yoki siz hozirgi kunda sizni hayotingizda yo'qmi, farqi yo'q. O'sha juftingiz bo'lmasa bo'ldi. Qaysi ma'noda? O'sha eringiz bo'lmasa bo'ldi. Juft ma'nosi masalan sevgan insoningiz bo'lsa ham qatnashsangiz bo'ladi. To'yingiz tezlashib ketishi mumkin. Faqat o'sha umuman hech qanaqa mana matrisa tomonidan qarangiz ya'ni eringiz yo'qmi bo'ldi. Bu kurs siz uchun. Mana shu kursga qatnashsanglar, shu temada 10 kun kuchli ishlaymiz. Transformatsiyani, transformatsiya jarayonlarini kuchaytiramiz. Tak. Mavzularni qisqacha taxminiy qanaqa mavzular o'tilishi mana yozilgan mana shu tekstda. Ko'rib, xullas administrator bilan bog'laninglar. Oxirgi ishtirokchilarni qabul qilamiz ertaga obedga 12 gacha. No mayli 2 gacha deylik. Ertaga, obeddan keyin soat 2 gacha. Sizlarda vaqt bor. Administratorga yozib, o'sha shartlarni qabul qilib, kursga qo'shilib olinglar tez-tez. Ertaga dars boshlaymiz. Taxminan o'zi 100 taga yaqinlashib qoldi ishtirokchilar. Bu qanchalik dolzarb mavzuligini yanayam tushundim. Tak. Hm, xullas, mavzuyimizga ozgina yana to'ldirish qilib, shu bilan tugataman. A, erkaklar o'z energiyalarda bo'linglar, shakllantiringlar o'zinglardagi erkaklik sifatlaringlarni yanayam kuchaytiringlar. Hech kim, ayollar ham xuddi shunday. Bitta narsa esinglarda tursin, hech kim hech qachon, bitta, pozitsiyada turib, o'z ustida ishlamasdan, misol uchun, "Man bo'ldi, man ishlanib bo'lganman, man idealman" yoki, "Mani borim shu" yoki, "Man, shunaqamanki, man zo'rman" yoki "Man yaxshiman, bo'ldi, man ishlashim shart emas o'z ustimda" deydigan odam o'zi yo'q. Hamma odam, hamma o'sha mana dunyoqarashi keng, fikrlashi keng bo'lgan odam har doim o'z ustida ishlaydi. Man shuncha bilimim bilan haliyam o'z ustimda ishlayman. Ya'ni, boshqalarni ham misol keltiraylik. O'sha, erkaklar tomonidan qaraylik. Milliarderlar kimlar bor? O'sha Bill Geyts deysizmi, Ilon Mask deysizmi, o'sha mashhur, boy milliarderlar ham haligacha o'z ustida ishlaydi. Kitoblarini o'qiydi haligacha. Ularni yonida siz kim bo'psiz? "Man bo'ldi, man уже tayyorman. Man уже, a, bo'ldi, man ishlanib bo'linganman, короче. Man eng zo'riman" degan narsaga o'ta olmaysiz. Odam umrini mana beshikdan qabrgacha ilm izla degan maqol bekorga qo'yilmagan.
Umringiz oxirigacha o'z ustingizda ishlashingiz kerak. Chunki bizni miyamiz, shunaqa. Miyamiz har doim rivojlanishi kerak. Bizga miya berilgan. Bu har doim siz hayvon emassiz. Masalan, kuchuk yoki o'sha yo'lbars yoki sher emassiz. Tug'ildingiz, bo'ldi, siz shersiz, bo'ldi. Siz faqat o'sha yirtqich hayvonsiz, ojiz hayvonlarni yeysiz, go'sht yeysiz, ushlaysiz, yeysiz, bo'ldi. O'sha sizga qo'yilgan tamg'a emas. Sizga miya berilgan. Siz, a, xullas salohiyatli, xullas, intellekti bor mavjudotsiz. Miyangiz bor, ishlanishi kerak. Agar miyangizni ishlamasangiz, ayolmisiz, erkakmisiz farqi yo'q. Miyangiz ustida ishlamasangiz, fikrlashingizni kengaytirib, o'sha o'zingizda evolyutsiyani shakllantirmasangiz, miyangiz sizni yeb qo'yadi. Ya'ni qanday? Tupoylashib ketaverasizda, ustingizda ishlamasangiz. O'shanaqa gapirishga уже oxirida qiynalib qolyapman. Havo yetishmay. Ö, o'sha qanchalik siz rivojlanmasangiz, shunchalik orqaga qarab ketaverasiz. Qoloqlashib ketaverasiz. Qanchalik rivojlansangiz, shunchalik kuchli shaxs bo'lib yoki shaxsiyatingiz shakllanib ketaveradi va tabiiyki hayotingiz ham yaxshilanib ketadi. Hammalarga o'sha har doim, o'sha miyalarga ozuqa berish mana bunaqa bilimlar, har xil darslar, kitoblar o'qib, o'sha miyalarni ovqatlantirishinglarni, tavsiya qilib qolardim. Tanangizga ovqat berganingizdek, mana ovqat yeysiz-ku och qolib ketsangiz. O'lib qolasiz, ovqat yemasangiz yo suv ichmasangiz. Miyangiz ham xuddi shunaqa. Bilim olmasa o'lishni boshlaydi, qoloqlashishni boshlaydi. Miyangizni ham ovqatlantirib turing. Kitoblar bilan, mana shunaqa chatlar bilan yoki kurslar, bilimlar bilan. Xullas, qanday bilim bo'lmasin farqi yo'q. O'sha bilimlar bilan ovqatlantirib, oziqlantirib turing miyangizni ham. O'shanda siz borgan sari yanayam ustingizda ishlab, yanayam, yaxshi holatga kelaverasiz va tabiiyki sizni avlodingiz ham, a, xuddi avlodingizni davomchilari ham xuddi shunaqa. Yanayam aqllilashib boraveradi. Undan tashqari ayollar, erkaklar birlashinglar. Kim agar hozir er-xotinlar eshitayotgan bo'lsa, eringizni, yo ayol kishi eshityaptimi, erkak kishimi farqi yo'q. Agar siz oilangizda yaxshiroq natijaga erishishni xohlasangiz, birlashing eringiz bilan. Birlashishda judayam gap ko'p. Birlashish bu o'sha, oilaga rizq, farovonlik, tinchlikka olib kiruvchi, katta kuch. Shuning uchun, birlashish kerak birinchi o'rinda. Agar siz, qayerlardadir xiyonat qilib yurgan bo'lsangiz, misol uchun, erim ko'rmayapti-ku, bilmaydi-ku deb boshqa erkak bilan yurgan bo'lsangiz yoki ishxonangizda ham gaplashib yurgan bo'lsangiz yoki erkak kishi наоборот, bilmaydi-ku baribir deb ko'chada bilganingizda yurgan bo'lsangiz, sizlarni oilanglarda hech qanaqa birlik yo'q birinchidan. Ikkinchidan, siz o'z juftingizni qaysidir erkakka yoki qaysidir ayolga, a, ahmoq qilib ko'rsatayotgan bo'lasiz. Va ahmoq ayol bilan yashagan erkak bu o'zi ham ahmoq erkak hisoblanadi. Yoki, ahmoq tupoy, ayol bilan yashaydigan, a, no ahmoq tupoy erkak bilan yashaydigan ayol, bu ayolni o'zi ham ahmoqligini bildiradi. Chunki, siz o'sha erkakka, munosabligingiz va sizni juftingiz, shunaqami, demak siz o'shanaqa juftga munosabligingizni ko'rsatayotgan bo'lasiz bu harakatlaringiz bilan. Misol uchun, ayolingizga xiyonat qilasizmi, o'zicha borib o'sha o'ynashingizga, man uni baribir yaxshi ko'rmayman, baribir bir kun ajrashaman yoki bu ish qilmaydi, u ish qilmaydi yoki xullas kamchiliklarni aytib, bu ayolni yonida ko'nglini olib, xullas bu ayol bilan birga bo'lyapsizmi, siz o'z juftingizga birinchidan xiyonat qilib, ikkinchidan, o'sha juftingizni kimnidir oldida, ya'ni sizniki bo'lgan narsani kimnidir oldida oyoq osti qilyapsiz. U sizni narsangiz-ku. Misol uchun, bitta telefoningizni ham qanchalik, asrab avaylaysiz yoki bironta telefon olayotgan bo'lsangiz ham eng yaxshisini olishga harakat qilasiz. U narsa sizni qo'lingizda buyum bo'lib turishi kerak. Yoki avtomobil olayotgan bo'lsangiz ham avtomobilingiz bu sizniki, sizni narsangiz va atrofga u qanaqa ko'rinishini o'ylaysiz, to'g'rimi?
u sizni ayolingiz-ku, u qanaqa ko'rinadi? U sizniki, tushunyapsizmi? Siz uni qanaqa ko'rsatyapsiz atrofdagilarga? O'sha o'ynashingizgami farqi yo'q. O'zingizni shaxsiy narsangizni qanaqa ko'rsatyapsiz? Siz o'ylashingiz mumkin, u ayol kishi, ha, u bu deb qaraydi, lekin ayol kishi kuzatuvchi pozitsiyasidan qaraydi. Bu yoqdan qaraganda, judayam ahmoqona ko'rinadi bu narsa. Rahmi keladi bunaqa odamlarga. Xuddi shunday erkaklarga ham, ayollarga ham xuddi shu narsa. Siz o'zingizni narsangizni qanaqa ko'rsatyapsiz? Bular siz bilan birlashmaydi baribir. Yomon ko'rsatganingiz qoladi. Xunuk ko'rsatganingiz qoladi. Tupoy qilib ko'rsatganingiz qoladi. Tupoy ayol bilan yashaydigan, umringiz oxirigacha yashaydigan bo'lib qolsangiz ham, a, u baribir biladi-ku sizni. O'sha ajralib ketsangiz ham o'ynashingiz siz haqingizda bilib turadi-ku, qanaqa yashayapsiz. Sizga qanaqa nazar bilan qaraydi deb o'ylaysiz? U xohishlari, hissiyotlari so'ngandan keyin o'sha sizdan olish kerak bo'lgan tuyg'ularni olib bo'ldi deylik, qiziqishlari so'ngandan keyin sizga qanaqa qaraydi? Kuladi siz ustingizdan. Atrofdagi hamma kuladi sizlarni ustinglardan. Oilamisizlar, birlashinglar bo'ldi. Atrofga hech narsa, oilangizdan boshqa hech kim sizga do'stmas. Shu esinglarda tursin. Atrofdagilarga oilanglarni yomon, xunuk ko'rsatishga harakat qilmanglar. Bu o'zinglarga minus. O'zingizni ustingizdan kulishadi keyin, vaqti kelganda. Sizni ayolingizmi? Siz juftingiz bormi? Sizni ayolingiz bu eng ideal ayol bo'lib ko'rinishi kerak atrofdagilarga. Boshqa ayolni hatto xayolingizga ham keltirmasligingiz kerak. Chunki siz shu erkaksiz, bu sizni ayolingiz, sizga qo'yildi, bo'ldi, juft bu. Atrofdan ko'zingiz o'ynab, boshqasini topib, a, boshqasiga o'sha xunuk yomon ko'rsatib, o'zingiz kulguga qolasiz. Vaqti keladi, o'zingizni ustingizdan kulishadi. Birlashinglar. Vaqt o'tadi baribir. Mehrni bir-biringlarni o'rtanglardagi mehrni yo'qotmanglar. Sovutib qo'ymanglar. Chunki odamni ko'ngli bir qoldimi, uni qayta uyg'otish judayam qiyin bo'ladi. Или umuman uyg'otib bo'lmaydi. Shunaqa insonlar bor. Ularni ko'nglini boshqa qaytarib bo'lmaydi. Или qiyin bo'ladi. Yana qaytadan o'sha tuyg'ularni uyg'otish ularni qalbida. Shuning uchun sovutib qo'ymanglar. Ertaga hayot qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, kim yoningizda qoladi-yu, kim do'stu, kim dushman, e, bilmaysiz. Vaqti kelganda sinaladi. O'shaning uchun, hech kimni dilini og'ritmaslikka, i harakat qilinglar. O'sha ayolinglarni ham erkaklar, ayollar erkaginglarni ham, eringlarni ham ko'nglini og'ritmaslikka harakat qilinglar. Bu narsa bitta qolgandan keyin hayotingiz qanaqa davom etishini bilmaysiz. Atrofdagilarga kulgu bo'lganingiz qoladi или o'zingiz baxtsiz yashaysiz. Xullas, kimgadir minus qilaman desangiz, o'zingizga minus bo'ladi. Har qanday harakatingiz bu o'zingizga investitsiya hisoblanadi. O'zingizga qilasiz. Har qanday ish, nimaiki qilmang bu hayotda o'zingizga qilayotgan bo'lasiz. Yomonlik qilyapsizmi o'zingizga, yaxshilik qilyapsizmi o'zingizga. Qaytar dunyo. Xullas, sizlarga aytmoqchi bo'lgan gaplarim bugun efirda shu edi. Bugunchalik xayrlashamiz. 1,5 soat bo'lib qopti efir boshlaganimizga ham. Keyingi efir nima mavzuda bo'lishini hozir zapis tashlaganimdan keyin yozib qoldiringlar. Qanaqa mavzuda bo'lishini xohlaysizlar. Va hozirgi oxirgi mana e'tibor bergan bo'lsanglar, полный kurs o'tib, konsultatsiya o'tib shug'ullandim mana shu oylar davomida, nechadir oydan beri. Va o'zimga tanaffus bermoqchiman, biroz dam olmoqchiman. Shuning uchun hozirgi o'tadigan kurslarim hozircha oxirgisi bo'ladi. Dam olib, keyin qolganini o'taman. Ya'ni oxirgi bizdagi kurslar qaysi? Turmushga chiqish kursi. Ertaga boshlanadi, 10 kundan keyin tugaydi, bo'ldi. Va matrica kursim. Matrica kursimga man taxminan 15 kun vaqt ajratganman. Ya'ni parallelno olib boraman bu kursni ham, turmushga chiqish kursi bilan va bu kursni 15 kundan keyin tugataman. Undan tashqari professional parapsixolog, psixologlarni tayyorlash kursim bor. Buni vaqtinchalik
bir chetga surib turaman. Dam olib, kuchga to'lib, energiyada keyin noldan yaxshilab o'taman. Shuning uchun hozircha dam olishga ketishimdan oldin, o'tadigan ikkita eng kuchli, tugatishim kerak bo'lgan eng kuchli kurslar bu o'sha turmushga chiqish va, shu matritsa kursi. Mana shu ikkita kursga butun diqqatimni qarataman, hech qanaqa konsultatsiya olmayman, kouchlar olmayman va mana shu kurslarni muvaffaqiyatli tugatganimdan so'ng natijalari bilan bo'lishib, biroz keyin tanaffus bo'ladi manda.